Qadr kechasi borasida Alloh taolo Qur'oni Karimda sura nozil qilgan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qarang, biz Qur'oni Karimni Qadr kechasi nozil qildik. Va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr qanday ham buyuk, qanday ham ulug' ekanini siz ham bilmaysiz. Debsin, Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir degan. Kim Qadr kechasini topadigan bo'lsa, u kechada ibodat qiladigan bo'lsa, Qadr kechasi bo'lmagan 1000 oyda ibodat qilganning savobidan uning savobi ko'p bo'ladi. 1000 oyda qilgan ibodatdan bu o'sha Qadr kechasida qilgan ibodatining savobi ko'p bo'ladi. Qadr kechasi borasida ixtiloflar bor. Kechaning Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi, oxirgi 7 kunligi, 27-kuni degan ma'noda masalalar bor, lekin ko'proq Qadr kechasining qachon degan savolga ko'proq javob beriladigan javob, ya'ni Qadr kechasi qachon degan savolga ko'proq ulamolar o'sha Ramazon oyining 27-kechasi deganlar. Mana shu Qadr surasida 30 ta kalima bor ekan. 30 ta kalima Qur'oni Karimda ham 30 juzdan iborat, 30 paradan iborat. Bu 30 ta kalima shu 30 ta juzga to'g'ri kelar ekan. 114 ta harf bor ekan Qadr surasida. Qur'oni Karimning suralarining soni 114 ta. Mana shu Qadr surasida 30 ta kalima bor. 27-o'rinda kelgan kalima hiya deyiladi arab tilida. Qur'onda hiya deb kelgan, bizning tarjimamizda u degani, ya'ni udan murod Qadr kechasi demoq. O'sha Qadr kechasi deb ishora qilgan kalima ham 27-o'rinda kelgan. Va mana shu Qadr surasida Qadr so'zi 3 ta o'rinda kelgan. 5-kalima, 10-kalima, 12-kalima. Ularni jamlasa ham 27 taga jamlaganimizda 27 raqam chiqar ekan. Shuning uchun ko'proq ulamolar Qadr kechasi Ramazon oyining 27-kechasi degan.